Zubayda, qo'shnini bolalariga bir kosa ovqat chiqardingmi? Siz aytmasangiz ham ovqat chiqarish ko'nglimga kelgandi. O'zimiz arang amal taqal qilib yashayapmiz-ku. Bolalarning rizqini qiyib birovga ovqat berish oson emas. Unaqa dema. Bizga yarim qoshiq kam ovqat solsang, bir kosa ovqat ortadi. Bilasan, otalari safarga ketgan. Qiynalib o'tirishgandir. Ko'maklashsang, savob bo'ladi. Mayli. Qozonda ozgina piyoba qolgan. Qo'shniga shunday paytda ko'maklashsang yaxshi bo'ladi. Qo'ni qo'shni degan shunaqa paytda bir-birini kuniga yaramasa qachon yaraydi?